Men ayni vaqtda Qamashi tumani Qizilqishloq mahallasi Oqqishloqda demak xizmat safari bilan kelgan edim. Bir holat juda ham meni ajablantirdi. 50 nafarga yaqin o'quvchi o'sha Oqqishloqdan pastki maktabga borish uchun 5 kilometr yo'l bosgan holatda mana shunday tog'li so'qmoqlardan yurgan holatda maktabga borishar ekan. Xuddiki o'zimni bir o'rta asrlarga tushib qolgandek his etmoqdaman. Mana shunday texnika asri paytida biz bolalarimizga sharoit yaratib bera olmayotganimiz insonni chuqur o'yga to'ldiradi. Mana meni yonimda ushbu maktabga qatnovchi ota-onalarning biri turibdi. Akajon, ushbu holat bo'yicha o'zingizda bir qarashlaringizni ifoda etsangiz. Hozir mana ko'rib turibsizlar, qancha yo'l masofa bosib kelyapti o'quvchilar. Ertalab qish kunlari bir xil paytda kechiga boradi maktabga, domlalar kechikdan borishadi. 5 kilometr uzoqlikda yo'l. Uyga kelguncha alohida bo'lib turamiz. Soat nechida kelyapti? Soat kamida 4-5 bo'lib ketadi abitdan keyin qish kunlari. Men Eshmirzayev Do'sayar domlalar. Mana shu maktabda o'qituvchiman. Mana shu yo'ldan qatnaymizda, shu 5,5-6 kilometr yo'l. Bironta bir maktab qurib berilsa yaxshi bo'laydi-da. Maktablar ekishmena kech qarang'ida qolib ketadi bolalar ham. Shu yetib mana shu yo'ldan qanday bo'lyapmizda. Yo'l qish kuniga agartak azobroq. Bolalarimiz har kuni 10 kilometr yo'l bosadi. Borguncha 1,5 soatga borsa, kelguncha 2,5-3 soatga, soat 4 ga keladi. 8 ga darsga kirsa. Bolalar mana yerdan zovdan tushadi. Undan keyin 2 kilometr joyga osmon ko'rinadi, yer ko'rinadi, boshqa joy ko'rinmaydi. Bolalar shu yerdan qiynalib, qishda loy, sovuq, yozda chang, to'proqqa maktabga qatnab o'qiydi. Yo'lda mana shu bolalar kelishda, qishda kunida yiqilib suvga tushganini ham ko'rganman. Mana shu yerdan qaytarib yuborganman, shu yerdan suvga tushib ketib, shu ancha azoblanib, balnisalarga yotib chiqdi shu bolalar. Eshakni minadi, kech sal uyda ota-onasi bir ish beraman, ertalab bir ish qilib qolsa, eshakni nesani qo'yib yo'lda yiqilib tutganlarini ham ko'rdik. Qo'llarim oyib bo'ldi bir xilisini, oyog'im oyib bo'ldi. Shunday azob bilan qatnaydi shu yo'ldan. Mana soylardan sel keladi, bahor vaqtlari. Yo'llarda bo'rilar bor. Bir sharoit yaratib berishlaringizni so'raymiz. Mana qarang, mana zov, bir o'tar joy baland zov, bu tomon ham zov, bu tomon ham zov. Tosh, bahor paytlarida tosh yumalash xavflari bor. Yo'limiz juda xavfli. Bolalar mana ikki xil kiyimda kelyapti mana. Maktabga kiyadigan kiyimi xurjinda, gamashnisini kiyib kelyapti, yo'q maktabga yaqiniga borib yana ustini almashtiradi. Qamash tumani Olmishchi maktab filiali oldida turibman. Qamash tumani hokimi Xurshid Usmonov 9-avgust kuni bo'lgan sayyor qabulda girdini erib beraman, yana bitta ko'mirxona, bitta qarovulxona qurib beraman deb aytgandi. Bundan natija yo'q. Mana maktabgacha deydi, maktab boshlanib ham ketdi. Bu maktabga sinfxonalar yetishmaydi. Hozir ertalabki kechki ismini o'qiyapti 8 gacha. Qolgan sinflar pastki asosiy maktabga qatnayapti. Filial maktabini mana bu ko'miri ustini loylab, to'rpoqlab qo'yilibdi. Ko'mirxona yo'q, qarovulxona yo'q. Maktab agrejina bo'ladi deb zo'r muxbirlariga hokim bilan ta'lim bo'limining boshlig'i va'da beruvdi. 2 yil bo'lyapti, hech qanday natija yo'q. Mana bu setka bilan domlalar o'zlari bir kipiya qilib, mana eshak-peshak mol-pol kirmasligi uchun maktabni o'rab qo'yibdi. Mana tuvaltimiz talabga javob bermaydi. Hali 1 yil bo'ldi qurilgani, ichiga bitta bola kirgani yo'q. Bizlarni nimalar hech kim qaramaydi bu yerga. O'tinxona, ko'mirxona qilib beraman deb qilib bermaydi, har yil allaydi. Pastdagi maktabga 50 ga yaqin bola 5 kilometrga qanday maktabga boradi. Bizlarga qo'shimcha binolar qurib berishlaringizni iltimos qilamiz. Bo'pti, baba, charchamangizlar. Hurmatli hamyurtlar, mana biz Olmishlikdan maktabini filialidan mana shu yergacha yenib keldik. Mana yo'lda ahvollarini ko'ryapsizlar. Bolalar qanday qiynalib borib kelayotganini ko'ryapsizlar.
hurmatli prezidentimizdan iltimos qilaylik, agar bizlarni ham bir nazariga olsa, bizlarga ham bir qo'shimcha xonapona maktabga qurib bersa, bizlarni bolalarimiz ham ko'kragiga shamol tegsa. Viloyat hokimidan ham iltimos qilamiz, rayon hokimidan ham, mahalladan ham iltimos qilamiz. Bizlarni ham maktabimizga yoki bir 9 yillikmi, 10 yillikmi maktab qurib berishlaringizni, yo bo'lmasa xonalarni ko'paytirib, bizlarni bolalar ham shu bag'riga shamol tegayotgan bo'lib, el yurt bir millatlar bo'ladigan ish qilamizmi deb mana shu ishlarni qilyapmiz. Yaqi vijdonlaringizga havola. Nazarimda ushbu muammoni his etish uchun mana shu qishloqda o'ziga kelib, vaziyatni yaqindan kuzatsangizgina ushbu vaziyat qanchalik og'irligini bilishlaringiz mumkin. Ta'lim sohasiga oid soha vakillaridan ushbu qishloqqa kelib, ushbu muammoni yaqindan o'rgangan holda muammoni hal etishlarini so'rab qo'ygan bo'lar edim.